YouTube'dagilar, Telegram'dagilar, assalomu alaykum va rahmatullohi hammaga. Viktor emas bu. YouTube'ga Viktor refrigeratorini qo'shib, nima deydi? Temperaturaga, rejimga qo'yishni o'rganganmiz. YouTube'ga video qo'yib, bu Thermoking. Tepada yozib qo'yibdi uni. Thermoking deb. Thermoking refrigeratorini qo'shib +10 gradusga qo'yishni sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'rganib olasiz. 10 deb bo'lsa qo'shiladi. Kartoshka yuklagan kelganmiz. Fransiyadan kartoshka yuklab Italiyan Neapol shahriga ketaman, xudo xolasa. Az qo'shiladi, kutib turamiz ozroq. Sizlarga Thermokingni ishlatishni o'rgataman. Please wait. Iltimos kuting deyapti Thermoking. Qo'shilsin +10 gradusga, ya'ni постоянный doimiy rejimga qo'yamiz. Doimiy o'chmay ishlayotgan, avtomatik bo'lsa o'chib yonib ishlayotgan rejim bo'ladi. Bu Ispaniya mashina. Ispaniyaga olib ketay Fransiyadan kartoshka. Mana tekushi yazik tilni tanlang deyapti. Da. Bo'ldi, pusk dizelnovoy dvigatel qo'shilib olsin. Keyin +10 ga qo'yamiz. +10 постоянный rejimga, постоянкаga. Qo'shildi, qarab turasiz. Rus tili kerakmi deyapti, ha? Okey, mana 1, 2, 3 mana 4 ta knopkadan boshqariladi. İçidagi nastroykani, sozlamalarni o'zgartirish mana 4 ta knopka bilan bajariladi. Okey, mana rus tiliga qo'ydik. Hozir avtomatikga +3 gradusda turibdi. Bizlar постоянный +10, ya'ni +10 gradusga qo'yamiz. Продажа temperaturani bizlarga iminni kerak, числовой kerak emas. Числовой son bilan ko'rsatish, iminni tanlanganlar. Vyход yana tashqariga chiqib ketish, bosh meniga vyход bilan chiqiladi. Izmini uстановкani nima qilib o'zgartirish, bizlarga bu kerak. Bizlarga постоянка kerak. Bu avtomatik sistem. Minus bilan iziga qaytamiz. Minus. O'zgaryapti. Mana. Bu yoqqa bossa endi bu avtomatik konti degani inglizcha continuous davomiy ishlash. Hozir +5 +10 gradus. Continuous degani davomli ishlash. Okeyni bosamiz. Okey. Nezmini boshqotdan qilamiz. Ashibga chiqib qoldi. Ashibdan o'chirib olaylik birinchi. Ashibga chiqib qoldi. Ashibgani ham o'chirishni o'rgataman. Mana следующий avarinniy signalda kiramiz. Vibor avarinniy signalni o'chirishimiz kerak. Bitta ashibga bor deyapti mana. Avarinniy signal. Udalitni bosamizda udalit qilamiz. Udalit mana. 127-chi anavi ekan. Mana 0 bo'lib qoldi. Ashibgani o'chirdik. Endi chiqqanimizda boshqotdan temperaturani tanlaymiz. Mana ashibga mana yerda 3 burchak belgi chiqib qoldi, o'chdi. Boshqotdan +10 gradusga qo'yamiz. Продажа temperatura. Eminni plus mana avtomatik emas, bizlarga continuous degan doimiy da, shu inglizcha. Mana +5 +10. Dani bosdik. Mana shu 4 ta knopkada o'zgartiriladi, ichida sozlama, rejim, nastroykasi. Ana endi biz hozir +10 gradusga qo'yamiz do'stlar. Mana +5 ta turibdi. Mana shuni bosib o'zgartiramiz. Bu
1 6 bo'ldi, 7 8 9 10 mana dani bosamiz. Hoppa. Mana do'stlar plus 10 gradusga continuous doimiy rejimga qo'yildi mana. Hozircha refrigeratorda ichi plus 10 gradus. Mana bu astag'firullah. Plus 10 ga qo'ydim, refrigeratorda ichi 5 gradus, plus 5 mana. Chap tarafdagi plus 5 refrigeratorda ichi plus 10 gradusga qo'yganim. Mana shu tariqa qo'yiladi do'stlar. Off o'chirish, off. On qo'shish, off o'chirish do'stlar. Xudo xolasa, hozircha mana bu ikkita ko'zli rasmi bor, avtomatik tepadagisi u postoyanniy continuous ishlashdi. Mana shu tarzda qo'yiladi, sog' bo'lasizlar. Plus 10 gradus continuous rejimga qo'ydik.